Forish tumanining Nurota tog'lari etaklarida Garasha nomi bilan atalguvchi so'lim qishloq bor. Bu qishloqdan mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy siyosiy yuksalishiga katta hissa qo'shgan ko'plab olimlar, muhandis va ijodkorlar yetishib chiqqan. Ulardan biri shoir, publisist, tarjimon va jamoat arbobi Sa'dulla Hakimovdir. U kishi hayot bo'lganlarida bu yil 75 bahorni qarshi olgan bo'lar edi. Otashqalb ijodkor deyarli yarim asr umrini she'riyatga, jurnalistikaga bag'ishladi. Uning ko'plab she'riy to'plamlari, doston va g'azallari xalq orasida mashhur bo'ldi. Sa'dulla Hakimning o'zbek adabiyotiga olib kirgan o'ziga xos yo'nalishi ko'p bor e'tirof etilgan. U mamlakatimizning O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi degan yuksak unvoniga ham ega bo'lgan. Ulug' ijodkorning xotira kechasi o'zi tug'ilib o'sgan qishloqning 80-umumta'lim maktabida keng nishonlandi. Unda ijodkorning yaqinlari, do'sti birodarlari, shogirdlari, farzandlari, hamqishloqlari qatorida she'riyatga qiziquvchi garashalik yoshlar ham ishtirok etishdi. Sa'dulla akani dostonlarida milliy birlik, ruhiyat, inson ruhiyati, kechmish, o'tmish bilan bog'liq, hattoki tasavvuf masalalari, din va diyonat masalalari alohida tasvirlanadi. Biz hozirgi kunda Sa'dulla aka ijodini shogirdlarimiz bilan birgalikda ilmiy ishlarda, ilmiy maqolalarda keng yoritishga harakat qilyapmiz. Yaqin kunlarda bitta shogirdimiz Sa'dulla Hakim she'riyatida shoir subyektining ifodalanishi, ramziy metaforik obraz talqini mavzusida ilmiy himoya qilish arafasida, xudo xolasa Sa'dulla Hakim ijodi o'lmaydi, u ijodida va ikkinchi umrida hozirgi kunda O'zbekistonda yashayapti. Tadbirda Sa'dulla Hakimning bolaligi, ijodiy merosi, respublikamiz mustaqilligini mustahkamlashga qo'shgan hissasi yana bir bor xotirlandi. So'zga chiqqanlar u kishi g'oyat kamtarin, samimiy, qalami o'tkir ijodkor bo'lganini, butun umrini badiiy ijod va jurnalistikaga bag'ishlab, hamisha xalq xizmatiga kamarbasta, eng muhimi, mehribon ustoz bo'lganini yodga olib o'tishdi. Men yoshligimda shu student edilar, u kishi Toshkentlardan kelganlarida bog'larda shu yelkalariga o'tkazib olib yurardilarda meni. She'rlar o'qib berib, ertaklar, topshirmoqlar aytib berardilarda. Shundan joy mehrim oshgan, mehrim o'zgacha bo'lgan. Men 17 yoshimda Toshkentga bordimda, 36 yil davomida u kishining tarbiyasini oldim. Hech qachon og'izlaridan yomon so'z chiqmagan. Men doim aytaman, madaniyat, tartib, odob namunasi bo'lib kelgan u kishi. O'sha she'rlarda ham shu narsalar bilinib turadi. Tartib, odob, hammaga yaxshi gapirardilar. She'rlarda ham juda o'qib ibrat olsa bo'ladigan she'rlar bor. Vatanni sevish, ota-onani sevish, ota-onani hurmat qilish, farzandlarni sevish to'g'risidagi she'rlar bor. O'qisa hech kim kam bo'lmaydi. Tadbir davomida ijodkor yoshlar Sa'dulla Hakimning qalamiga mansub she'rlardan, g'azallardan o'qib berishdi. Ijodkor hayotiga bag'ishlangan film namoyish etildi. Tadbir so'ngida u kishining yaqinlari mazkur maktabga shoir kutubxonasidan joy olgan durdona asarlar to'plamini, iqtidorli o'quvchilarga esa shoirning eng so'nggi she'rlari jamlangan kitobini sovg'a qilishdi.